Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Ushbu loyihamiz Toshloq Xalq banki hamkorligida Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq MFYda 3610 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda makkajo'xori o'simligi ekilgan. Maydon hajmi 10 gektardan iborat. Uzunligi 120 metr, bo'yiga 85 metrni tashkil etmoqda. Hozirda ekinlar gullash arafasida. Ekinlarni yetishtirish yana 50 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Mineral va tabiiy o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 50 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 so'xtadan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Mushtariy Zarkin Ziynati MChJ ishlab chiqarish korxonasi biriktirilgan. Xo'p, kelajakdagi rejalar. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 1-2 tonnadan jami 120 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakdagi rejalar. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 12 tonna, jami 120 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi. Mana ekinimizni yaqindan olingan video suratlari.